Bolalikdagi qiziqishlaringiz yodingizdami? Beixtiyor qayta o'ziga tortadigan sevimli mashg'ulotingizchi? Bugun shu qiziqishlaringizga qay darajada sodiq qola oldingiz? Qo'lingizdagi ushbu kitob aynan o'zidagi mayillar ortidan borib, bu boradagi bilimini tinimsiz rivojlantirgan va turli bosqichlardan o'tib, chinakam mohirlik darajasiga yetgan insonlar haqida hikoya qiladi. O'rganish, amaliyot va mahorat bosqichlarini o'z ichiga olgan bu jarayonda yashirin kuch, tabiat inom etgan iqtidorni tarbiyalab, yetuk darajaga olib chiqish oson kechmasligi aniq. O'ylaganimizdek ijodkorlik va daholik o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. U tug'ma iste'dod, yaxshi kashfiyot yoki omadli vaziyat mevasi emas. Xo'sh, unda bizni hayratga soladigan buyuk kashfiyot va ixtirolar, muhtasham bino va ajoyib san'at asarlari, texnologik yutuqlarning siri nimada? AQShlik yozuvchi Robert Greene o'zining Mahorat kitobida mana shu sirlarni ochib beradi. Mahorat so'zimizning yaqqol isboti. Kitobni o'qib, o'zingizda yangi bir mohirni kashf etsangiz ajab emas. U sizda ulkan ishlarga ishtiyoq uyg'otishiga ishonamiz. Agar ushbu kitob sizni qiziqtira olgan bo'lsa, bizning axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib, mutolaa zavqidan bahramand olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.